Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamiz o'rnida Andijon Ko'makay atrofiga 330 ga 3 razmeri. Xo'p, samar qaposon kazirolar bilan qilib yurdik. Xudo xolasa mustahkam barqaror qilib o'rnatdik. Zo'bir zam o'rnatildi bunga. O'rtasida ochilib yopilishlari. Orqa taraf ko'rinishlari. O'chirishlari o'ta yengil. Yurmas hisoyalarga, to'y ashurlarga ochilib xizmat qiladi. Ranglari ham o'ziga yarashdi. Shamol bo'libdi. Bo'ldi. Kimga mashinalarni darvozaga kerak bo'lsa, pastda aloqa qoldirib qo'yamiz. Telegram raqamlarimizni aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.